Andijonda maktab o'quvchilari tungi klubda ishlayapti degan xabarlar tarqaldi. Shu gaplar rostmi? Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 10-maktab o'quvchi qizlari tungi klubda ishlayapti degan postlar tarqaldi. Ko'pchilik bu xabarlarga ishonishga ulgurdi. Ammo rasmiy ma'lumotga ko'ra, suratdagi bir nafar qizgina 2008-yilda tug'ilgan XT ismli o'quvchi shu maktab o'quvchisi bo'lgan. Qolgan qizlar maktab bilan bog'liq emas. Bu suratlar 2024-yilning yoz oylarida olingan. Qiz darslarni qoldirganligi uchun 10-sinfdan qoldirilgan. Hozir esa ijtimoiy yordam markazida. Endi savol: agar bu qiz haqiqatan ham tungi klubda ishlagan bo'lsa, bunga kim aybdor? Ota-ona, maktab yoki jamiyatning o'zi? Har bir bola butun jamiyatning mas'uliyati. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'ling. Videolarni ko'rishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.